Fatih suresi Medin'de nazil bolgan. Cemi 29 ayet. Nahayeti şefqatlik ve mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Allah'ның senin ilgirki ve keyinki günahlarını keçirişi üçün, sana bergen nimetini mükemmelleştirişi üçün, seni doğru yolga başlaşı üçün, sana güçlük yardım berişi üçün, sana biz hakikaten roşen galibi ata kıldık. Müminlerinin imanıga iman koşuluşu üçün, Allah ularning dillariga temkinlikni düşürdü. Asmanlarning ve ziminning, periştilerden, cinlardan, hayvanlardan ve tabiat hadislerden bolgan koşulları Allah'ningdir. Allah xalqning ahvalini bilip turguchidir. Hikmet bilen iş qilguchidir. Müminlerinin dillariga Allah'ның temkinlik düşürüşü ayal müminlerni astidan östengler eqib turadigan, ular mengü qaladigan cennetlerge kirgizişi ve Allah'ның ularning gunohlarini kechirishi uchundir. Allah'ның dergahida bu zor muvaffaqiyatdir. Müminlerinin dillariga Allah'ның temkinlik düşürüşü münafık ve münafiqalarga, müşrik ve müşrikelerge azap qilish uchundir. Ular Allah'a qarata, Allah peygamberge ve müminlerge yardım bermeydi deydigan yaman oylardı boldu. Ular müminlerge yetsin degan halokat ularning o'zlariga yetidi. Allah ularga g'azab qildi. Ularni rahmetidan jiroq qildi. Ularga jahannamni tayyorladi. Jahannam nima degan yomon joy. Osmonlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Biz haqiqatan seni qiyomat kuni xalqga guvohlik berguchi, mo'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kofirlarni azobdan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon etishinglar uchun uni, ya'ni payg'ambarni ulug'lashinglar va hurmatlashinglar uchun atiganda va oqshomda tasbih etishinglar uchun biz payg'ambarni avatdiq. Şübhisiz ki ey Muhammed, Hüdeybiyede sana Rızvan beyitini kılganlar hakikatte Allah'a beyet kılgan buludu. Allah'ның kolu ularning kolunun üstüdür. Yani Allah ularning kılgan beyitini körüp turguchidir. Allah ularni beyet kılganlığı üçün mukapatlaydı. Kimki ahdini buzidiken, ahdini buzganlığının ziyni onun özüge buludu. Allah bilan qilgan ahdisiga vafo qilganlarga Allah büyük ajr ato qiladi. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan munofiq ahrabiylar sana biz mollarimiz, bola chaqalarimiz bilan bo'lib qilib, sen bilan chiqolmadik. Biz uchun mag'firat talab qilgin deydi. Ularning tili bilan aytqini dilidagi so'z emas. Ya'ni ular yolg'on o'zra aytdi. Aytqinki, agar Allah sizlarga biroz ziyonni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida biror narsaga dal bo'la oladi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'siya oladi? Undaq emas. Ya'ni ish sizlar o'ylagandek emas. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. Belki sizler peygamber ve müminler ailesiga mengü qaytmaydı deb guman qildinglar. Bu gumrahlık dillaringlarda chiroyli tuyuldu. Sizler yaman gumanda, yani ular öldürülüp biri musaq qaytmaydı deydigan oyda boldunglar. Sizler Allah bolguchi qavm boldunglar. Kimki Allah'a ve onun peygamberiga ishonmaydigan o kafirdir. Şübhisiz ki biz kafirlarga dozaxni tayyorladik. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir.
Hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtlarida biz sizlar bilan birga chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animati Hudaybiyaga chiqqanlarga xos degan so'zini o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytqinki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundoq degan. Ular undaq emas, ya'ni Allah undaq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undaq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagina tushunadi. Hudaybiyaga chiqmay qilib qolgan ahrabiylarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirilisizlar. Yoki ular urushsizla musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Alloh sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qilib qolgandek, yana qilib qolsanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi degin. Jihadga chiqmasa, amaga gunoh bo'lmaydi. To'qirg'imi gunoh bo'lmaydi. Kasalgimi gunoh bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, uni Alloh ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimki o'zrisiz jihoddan bosh tortadi ekan, Alloh uni dunyoda xo'rliq bilan, oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. Allah mo'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi. Ey Muhammad, o'z vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyasi ostida sana bayat qildi. Allah ularning dildikini, ya'ni rostlik bilan vafoni biladi. Allah ular bayat qilayotganda tamkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fath qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Allah sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi. Sizlarni dushmanlarning qo'l silishidan saqladi. G'animatlar Makkaning fath qilinishi, Masjid-i Haromga kirish, mo'minlarga nishon bo'lib qilishi uchun va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Allah shundoq qildi. Allah yana o'z kuchinglar bilan qo'lga keltirolmaydigan, Allah uning sizlarga muyassar bo'ldiganligini to'liq bilgan bir g'animat, ya'ni Makkaning fath qilinishini sizlarga muyassar qildi. Allah har narsaga qodirdir. Agar kofirlar sizlar bilan Hudaybiyada urushsa, albatta orqasiga qarab qochatdi. Ondan o'zlariga hech ega va yordamchi topolmaydi. Bu, ya'ni kofirlarni mag'lub qilish, mo'minlarni g'alaba qildirish Allohning ilgirdan tortib tutib kelayotgan yo'lidir. Allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Ya'ni Allohning tutgan yo'li o'zgarmaydi. Allah ularni sizlarga qo'l silishdan to'sdi. Hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l silishinglardan to'sdi. Allah qiladigan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ular kofir bo'ldi. Sizlarni Masjid-i Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan ayol mo'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ltirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi. Albatta Allah Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kofirlarga musallat qiladi. Allah xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fath qilishdan to'sdi. Agar ular ayrılsa, ya'ni mo'minlar kofirlardan ayrılsa, ularning orasidagi kofirlarni qattiq azob bilan azoblaydiq. Kofirlar qiziq qonliqini, jahiliyat davrining qiziq qonliqini dillariga pukkan chaqda Allah payg'ambariga va mo'minlarga tamkinlikni tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Mo'minlar taqvo kalimasiga eng loyiq edi va uning ahli edi. Allah har narsani
bilgüchidir. Allah payg'ambarga haq ravishda haqiqiy rost tushish ko'rsatdi. Ey Muhammad, sen va sahobilaring Xudo xolisa dushmandan amin bo'lgan, ba'zilaringlar chochlaringlarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haromga kirsizlar. Allah söyleytiki sizler bilmeydiğen paydını biladi. Allah bunundan burun sizlerge yakın bir qalbini, yani Xaybarning patisini muyassar qildi. Allah haq dinni bütün dinlardan üstün qilish uchun payg'ambarni hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Allah yetarlikdir. Muhammad Allah'ның rasulidir. Onun bilan birgi bo'lgan mo'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdaning alomatlari bor. Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning İncildeki süpti bolsa, ular şaq çıqargan, küçülüp çoğaygan, andan öz qo'li bilan öri turgan, buluqluqi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mo'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xafa qilish uchundir. Allah ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi.